Reytingni oshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda nima qilasiz? Okay. YouTube videolarini ko'rasiz, reytingni qanaqa yozish haqida, kitoblar o'qiysiz. Please. Narsa sizga hech qanaqasiga yordam bermaydi. Nimagaligini video davomida bilib olasiz. 1980-1990 yillarda tilshunos Stephen Krashen input hypothesis degan gipotezani ishlab chiqardi. Ya'ni mana bu aylanalar. Bunga ko'ra nimanidir o'rganmoqchi bo'lsangiz, tashqaridan ichkariga qarab yurishingiz kerak. Birinchi o'rinda bizada input bo'lishi kerak. Juda ham ko'p input. Undan keyin bizada practice qilamiz va undan keyin bizga o'sha writing qoidalarini tushuntiruvchi videolar, textbooklar hammasi undan keyin kerak. Bu videoda o'sha mashhur misolni ishlataman. Ya'ni velosiped haydashni o'rganayotgan paytimiz birinchi o'rinda biz ko'ramiz. Velosiped haydayotgan odamlarni ko'ramiz. Birinchi o'rinda qanaqa haydash kerakligini o'rganmaymiz-da, birinchi o'rinda ularni ko'ramiz. Va o'shandan keyin o'zimizcha xulosalar chiqarib, velosipedga o'tiramiz va 1-2 marta haydashga harakat qilib ko'ramiz. Mana bu practice. Undan keyin bizlarni qilayotgan xatolarimizga ko'ra ota-onamiz, akamiz bizga qoidalarni tushuntiradi. Qanaqa qilib haydash kerak. Ayniqsa writingda ham xuddi shunaqa. Birinchi o'rinda biz juda ham ko'p miqdorda ingliz tilida kontentlarni input qilishimiz kerak. Ya'ni ingliz tilida har xil o'rgatadigan videolar emas, har xil turdagi videolarni ko'rishimiz kerak. Model essaylarni o'qishimiz kerak yoki shunchaki birovni essay yozib turgan videolarni ko'rishimiz kerak va umumiy olganda o'sha ingliz tilidagi ma'lumotlarni, kontentlarni biz ko'rishimiz kerak. Undan keyin esa biz practice qilamiz. Shunchaki bitta oq qog'ozni olib essay yozib ko'rishga harakat qilamiz. Ana endi oq qog'ozda yozgan essay tayyor va unga feedback olsangiz bo'ladi. Essayni tekshirtirasiz, xatolarni ko'rasiz, o'qituvchi sizga xatolarni tushuntiradi va mana shu vaziyatda siz writingga oid bo'lgan qoidalarni o'rgansangiz bo'ladi. Agar practice qilishdan oldin mana bu qanaqa qoidalar bor, qanaqa qilib writing yozish kerak, essay yozish kerak, bu narsalarni o'rgansangiz, baribir miyangizda qolmaydi-da, esdan chiqib ketadi. Qachonki siz o'sha essayni avvaldan yozib bo'lib, keyin unga feedback olsangiz, qayerda xato qildingiz, qayerda to'g'rilashingiz kerak. Bunaqa vaziyatda xayolingizda yaxshiroq qolasiz, yaxshiroq tushunasiz. Mana endi xatolaringizni tushunib oldingiz, o'sha ustozingiz aytgan fikrlarni, to'g'rilagan joylarni qaytadan yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, essayingizda juda ham ko'p hamma joyda xato bor. Demak, essayni qaytadan yana boshdan yozishimiz kerak. Chunki aytaman-ku, practice bo'lmasa, o'rgangan narsamizni hech qanaqa bizga foydasi yo'q. Ertasiga esimizdan chiqib ketadi. O'shaning uchun nimanidir yangi ma'lumot o'rgandikmi, qayerdadir xato qilar ekanmizmi, shu narsani joyida to'g'rilab ketishimiz kerak. Keyingi safar essay yozgan paytimiz bu xatolarni qilmaymiz. Endi esa har bitta qadamni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa reading or watching model essays. 8, 9, 7 ballik essaylarni biza ko'rib, o'rganib, bunaqa essaylar juda ham qadimgi, misol uchun Simonning essaylar va o'zimni eng yaxshi ko'rganim biror bir writingni 8.5 olgan o'qituvchilarni videoda essay yozish. Videoni shunday ochib, essay mavzusini qo'yib turib, u tagidan birdaniga essay yozish. Bunday holatda essay yozayotganda odamlar qanaqa fikrlaydi, thought processes, qanaqa qilib ideyalar topadi, hammasini bilib olsa bo'ladi. Va yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'qiyotgan essaylarimiz, o'qiyotgan misol uchun artikl o'qisak bo'ladi. Bularning hammasi bizga tushunarli bo'lishi kerak. Ya'ni 90% dan 98% bo'lgan qismi bizga tushunarli bo'lishi kerak. Eng kamida 90%. Biror bir essayni shunday olib o'qiyapmizmi, buni 90% ga tushunishimiz kerak. Bilmagan so'zlarimiz ko'p bo'lmasligi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, bitta qiyin, complex sentences, fancy words bunaqa essayni olib tahlil qilishimizni umuman hojati yo'q. Chunki biz baribir tushunmaymiz-da. Qancha ko'p bilmagan narsamiz bo'lsa ichida, ularni esda saqlab qolish, ularni tushunish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun faktlar bilan tasdiqlangan eng kamida 90% gacha bo'lgan qismi tushunarli bo'lishi kerak. Xo'p, bunaqa essaylarni qayerdan topamiz?
Agar sizni darajangiz 5,5-6 shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 7 darajadagi essaylarni o'zingizdan bir qadam yuqoridagi yoki 8 darajadagi essaylarni va agar bunaqa ham qila olmayman desangiz 9 darajadagi essayni oling va sizga bitta prompt beraman. O'sha prompt bilan ChatGPTga tashlaysiz va ChatGPT sizga uni osonlashtirib beradi, 7 darajasini qilib beradi. O'zingizdan baland darajada va siz undan o'rganasiz. Demak, inputni olib bo'ldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz production, ya'ni practice. Agar lug'atingiz juda ham kam bo'lsa, ya'ni umuman hayotda kerak bo'ladigan oddiy so'zlarni bilmasangiz, lug'atdan foydalanishingiz mumkin. Lekin odatda lug'atdan foydalanamiz, 40 minut vaqt qo'yamiz va shunchaki essay yozib qo'yamiz. Keyingisi feedback bo'ladi. O'qituvchimizdan yoki shunchaki ChatGPTdan so'raymiz, qanaqa xatolar bo'lgan bu essayda, qanaqa qilib biz uni yanada balandroq darajaga chiqarishimiz mumkin. Eng oxirgi qiladigan ishimiz bu essayimizni qaytadan yozib chiqish bo'ladi. Juda ham ko'p ishga o'xshayapti, to'g'ri, bilaman, lekin biz bir kun YouTube videolarini, bir kun o'sha kitobdagi qoidalarni o'rganib chiqqanimizdan ko'ra, mana shu ishni bir kunda qilganimiz yaxshi. Bir kun sarflab mana shu ishni qilgan. Va eng muhimi, bu narsani bir marta qilish kerak emas. Qancha ko'p marta o'sha jarayonni qaytaraversangiz, shuncha ko'p sizni balingiz yuqoriga chiqaveradi. Bu videoni ko'rib nimadir o'rgangan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Lekin bu bilan ish bitmaydi. Harakat qilishni bugundan boshlashimiz kerak. Bugun o'sha essaylarni oling, model essaylarni o'qing, artikellar o'qing. Shunchaki hammasini tushunishingiz shart emas. Harakat qiling. O'zingizdan bir daraja balanddagi essaylar. Keyin esa 40 minut vaqtingizni sarflab bitta essay yozing. Unga feedback oling va undan keyin xatolaringizni to'g'rilab essayingizni qaytadan yozing. Agar feedback oladigan o'qituvchingiz bo'lmasa, feel free to connect me. Menga yozsangiz bo'ladi. Pastda Telegram akkauntimni qoldiraman. Bemalol essaylaringizni yozib, menga jo'natsangiz, ularga feedback olish imkoniyatiga bo'lasiz. Guys, thank you for watching this video. I hope you enjoyed it. Qanaqadir foyda olgan bo'lsangiz, like bosib, kommentariya yozib va videoni do'stlaringizga ulashib, meni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha. Bye bye.